Nega doim charchoq sezasiz? Har kuni ertalab uyg'onish siz uchun haqiqiy jangmi? Sochlaringiz to'kilib, kayfiyatingiz sababsiz yomonlashadimi? Ko'pchilik buni stressga yo'yadi, lekin asl sababi qon tahlilingizdagi birgina ko'rsatkich ferritin bo'lishi mumkin. Bu shunchaki raqam emas, bu sizning hayotiy quvvatingiz zaxirasi. Ferritin bu organizmdagi temir zaxirasini saqlovchi maxsus oqsil. Tasavvur qiling, gemoglobin bu cho'ntakdagi mayda pul, ferritin esa bankdagi hisob raqamingiz. Agar bankdagi hisobingiz bo'shab qolsa, tanangiz iqtisod rejimiga o'tadi. Natijada miya yaxshi ishlamaydi, xotira pand beradi, xavotir hissi ortib, hatto kichik jismoniy yuklamada ham hansirab qolasiz. Doim sovqotib yurishingiz ham shundan. Eng katta xato laboratoriya referensiga ko'ra ko'r-ko'rona ishonish. U yerda norma 10 dan 120 gacha deb ko'rsatilishi mumkin, lekin ferritin 10 yoki 30 bo'lsa, bu temir deyarli tugagani degani. Ayollar uchun ideal ko'rsatkich 60 dan 80, erkaklar uchun 60 dan 100. Homiladorlikni rejalashtirishda kamida 70 bo'lishi shart. Nima qilish kerak? Temirni shunchaki ichish yetarli emas. Uning so'rilishiga vitamin C va aminokislotalar yordam beradi. Lekin kofe, choy, kalsiy va don mahsulotlaridagi fitillar temirning dushmani hisoblanadi. Shuningdek, ichakdagi yallig'lanish yoki oshqozon kislotasi pastligi ham to'siq bo'lishi mumkin. Agar siz charchoqsiz, energiyaga to'la hayot kechirishni va sog'lom sochlarga ega bo'lishni istasangiz, ferritin darajangizni tekshiring. Qanday qilib zaxirani to'g'ri to'ldirishni bilmayapsizmi? Izohlarda ferritin deb yozing va men sizga vaziyatni tushunishda yordam beraman.